Ha, boshing og'riyaptimi? Sochim ham og'riyapti, betim ham og'riyapti, yelkam. Shunday bo'lsa aytganimni qilda shang'illatmasdan meni. Rosa qattiq urdingiz, rosa urdingiz, yomon urdingiz. Sen rosa yomon ko'raman. Qani dedi shu qo'lingga ham, betingga ham shu tosh bilan qattiq ursamidi deb aytdingiz. Shunaqa dedimmi? Men u gaplarni qalbimdan, yuragimdan aytganim yo'q, ona yuragidan aytmaydi. Kecha aytgani bugun esida qolmaydi. Qanaqasiga odam urib yurakdan aytmasligi mumkin? Agar hozir dadam keladi deb aytmaganimda komaga tushib qolgan bo'lardi. Dadangga ham kayfiyatini buzma kelganda, shunga yur sen bilan tashqariga bir chiqib aylanib kelamiz. Sarpanga yangi lalolar olamiz, nimadirlar olamiz, taqir-tuqirlar, ha? Bo'pti. Yur, aylanib ketay qazamdan. Oy, kecha xohlagandim diskontga borsak oyim bilan zo'r skidkalar bo'lyapti deb qarang. Mana shu pilisos oyiga 59 ming so'm ekan. Lekin bu faqat 3 kun bo'ladi-da, hozir olsak oldik. Undan keyin bunaqa narxga topa olmaymiz. Wow, Samsung konditsioneri oyiga 379 ming so'mdan ekan. Wow, 55 talik premium televizorlar oyiga 399 ming so'mdan ekan. Zo'r, oyi qarang kattaligini. Oyi, boyachi yuzimga qattiq tegdi-da urganingizda. O'shanga mana shu Redmi Note 15 yangi chiqibdi-da, shunga oyiga 279 ming so'mdan ekan. Nima deysiz shunga? Oyi, 7 kilolik Samsung kir mashinasi oyiga 539 ming so'mdan. Oyi, men o'ylab ko'rdim, boyagi telefonga ko'ra iPhone 13 yoqyapti-da, oyiga 699 ming so'mdan ekan. Qizim, boshqa joydan 24 oyga olib beraman, qo'yib qo'y joyiga. 24 oy, 36 oy, 30 oy to'laysiz boshqa joyda. Bu yerda 12 oyga ham arzonga olamiz, zo'r-a? Qizim, bu yerda aksiya 19-21 kunlari bo'lib o'tadi deyapti. U kunlar meni oyligim tushmaydi-ku, ko'zing chiqqir qiz bo'lmayligiga tushun. Shu dadam ishdan chiqdimi-kan, bir telefon qilsammi? Telefon qilib qo'y dadangga. Ol qizim, ol. Sen to'y, ol. Diskont aka, qimmatga olmang, diskontdan oling.